Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. Biz siz bilan 5-sinf matematika darsini boshlaymiz. O'tilgan mavzudagi berilgan topshiriqlarni bajara oldingizmi? Unda barakalla. Keling endi bugungi mavzuni yozib oling. Mavzu transporter yordamida burchakni o'lchash va berilgan gradus o'lchovli burchakni yasash algoritmlari. Yozib o'lgirdingizmi? Keling, davom etamiz. Burchaklarni o'lchash. Biz o'tgan darsda siz bilan burchaklarni o'lchash mavzusi haqida gaplashgan edik. Keling, yana bir bor bu mavzuni takrorlab olamiz. Burchak, siz bilasizki, bir nuqtadan chiquvchi ikkita nurga aytilar edi. Uni o'lchash asbobi bu transporter edi. Burchakning gradus o'lchovi transporter deb ataladigan asbob yordamida topiladi. Burchakning gradus o'lchovi burchak ichki sohasiga nechta birlik burchak va uning qismlari joylashishini ko'rsatadi. Aziz o'quvchilar, mana bu rasmga qaraydigan bo'lsangiz, mana sizda yarim aylana shakldagi transporter, ya'ni asbob ko'rsatilgan. Bu asbob esa 180 ta teng yoychalarga bo'lingan. Har bir yoycha 1 gradusni aniqlaydi. Undan tashqari esa mana bu graduslarga hayron bo'layotgan bo'lsangiz kerak. Bu graduslar birinchisi mana bu chap tarafimizdan boshlanadigan 0, 10, 20 va hokazo graduslar tashqi shkala deyiladi. Undan tashqari esa o'ng tarafimizda 0 dan boshlangan 0, 10, 20, 30 gradusdagilar esa ichki shkala deyiladi. Va transporterning asos chizig'i. Bu asos chizig'i sizning o'quv qurollaringizda mana bunday holatdagi chizgichga e'tibor qilgan bo'lsangiz, 4 ta chiziqchalarga ko'zingiz tushgan. Bu chiziqchalar xuddi kompasga o'xshab sharq, janub, shimol, sharq, janub, g'arbni ko'rsatgan edik. 4 ta belgisi bor. Mana bu esa transporterning asos chizig'i hisoblanar ekan. Davom etamiz. Transporterning mana e'tibor qiladigan bo'lsangiz, mana bu o'rtasida nuqtasi bor. Bu nuqta esa mana shu markazi hisoblanar ekan. Siz burchaklarni chizayotganingizda asos chizig'ini burchakning bir tomoniga qo'yib, mana bu markazni ustma-ust qo'ygan holda va ikkinchi burchak qaysi gradusni ko'rsatsa, o'sha orqali o'sha gradusni yozib olar ekanmiz. Bu qoidalarni mana shu masalalarda ko'rishingiz mumkin. Transporter yordamida burchakni o'lchash algoritmi. Siz o'tilgan darsda burchakni qanday o'lchashni bilib olgan edingiz. Keling endi algoritmini yana bir bor yodimizga tushirib olamiz. Transporter asos chizig'ini burchakning OB tomoniga transporter markazi O nuqta bilan ustma-ust tushadigan qilib qo'yamiz. Bu nima degani? E'tibor qiling, mana birinchi transporter burchak ustida ko'rsatilgan. Buning uchun birinchi siz burchakning uchini topib olasiz, ya'ni 0 nuqta bilan belgilab olamiz. Ana undan keyin ikkita nurlarni chizamiz. Bu nur OB nur va OS nur. Ana burchak hosil bo'lgandan keyin transporterni markazini burchakning bitta OS tomoniga qo'yib o'lchaymiz. Ikkinchi tomoni qaysi gradusni ko'rsatyapti? To'g'ri, 60 gradusni ko'rsatyapti. Ana undan keyin qanday yozardik aziz o'quvchilar? Burchak deb yozmasdan burchak belgisini qo'yib, burchak BOS teng ekan 60 gradusga deb yozib olar edik. Ikkinchi uchburchagimizga e'tibor qiling. Bu 120 gradusni ko'rsatyapti. Siz bilasizki, 120 gradus qanday burchak edi? To'g'ri, yoyiq burchak edi. Ya'ni 90 gradusdan yuqori bo'lgan barcha graduslar bu yoyiq burchakni bildirar edi. E'tibor qiling. Bu burchakni ham uchi O nuqtada, keyingisida nurlar, ya'ni MO va ON nurlar o'tgan. Bu nurlar esa burchakni hosil qilyapti. Endi uni transporterimizning markazini
ON nurga qo'yib markazini o'lchaymiz. Ikkinchiga e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, ya'ni ikkinchi nur qaysi gradusni ko'rsatyapti? To'g'ri, 120 gradusni ko'rsatyapti. Endi uni algoritmini tuzadigan bo'lsak, burchak MON teng ekan 120 gradusga. Davom etamiz. Burchaklarni o'lchashda graduslar bilan birga uning ulushlarida ham foydalaniladi. Biz o'tilgan mavzuda aytgan edikki, transformator yordamida, ya'ni ularning o'lchov birliklari gradus va radianlaridir. Biz radianlarni yuqori sinflarda o'rganamiz, lekin 5-sinf va 6-7 sinflarimizda esa mana bu graduslar haqida gaplashar ekanmiz. 1 gradusning 60 dan 1 bo'lagi bu minutlarda ifodalanar ekan. Minutning belgisi esa mana qo'sh tirnoqqa olib yozib qo'yilgan. Ikkinchisi esa 1 gradusimizni agar sekundga aylantirmoqchi bo'lsangiz, 1 gradusning 3600 dan 1 bo'lagi esa sekundda, ya'ni uning esa belgisi mana ko'rib turganingizdek yoziladi. Endi ularni gradus, bo'lak, minut deb yozmasdan esa mana bunday holatda qisqa ko'rinishda yozib olamiz. 1 gradus teng ekan 60 minutga, 1 gradus teng ekan 60 sekundga. Keling aziz o'quvchilar, birgalikda mana shu graduslarni minutlarga aylantirishni ham o'rganamiz. Aytaylik, mana bitta misol berilgan bizda. 47 gradus 35 minut 53 sekund. Bu so'zlarni yozmasdan ham qisqa ko'rinishda 57 gradus, ya'ni gradus belgisini bilasiz, 35 minut, ya'ni minutni belgisini bilasiz va 53 sekund esa mana bu belgilar bilan ifodalanar ekan. Keling, endi birgalikda yana doskada misollar bilan ishlaymiz. Birinchi berilgan 55 gradus va 23 minut. 55 gradus va 23 minut berilgan. Mana shu berilgan misolni minutlarda ifodalashimiz kerak ekan. Mana bu 55 gradusimizni minutlarda ifodalashimiz uchun, buning uchun esa yuqorida aytib o'tilgandek, 1 gradusni topganimizda 60 minutga ko'paytirgan edik. Bu da ham 55 minutni 60 minutga ko'paytiramiz. 55 ko'paytirilgan 60 minut va qo'shuv 23 minut. Aziz o'quvchilar, birinchi 55 ni 60 minutga ustun shaklida ko'paytiramiz. A 55 ko'paytirilgan 60. Birinchi 0 raqamimizni 55, ya'ni 2 xonali songa ko'paytirib olamiz. Har qanday sonda 3 xonalik bo'ladimi, 4 xonalik bo'ladimi, 0 ga ko'paytirsangiz, baribir 0 ga aylanadi. 0 ni 5 ga ko'paytirsak 0, 0 ni 5 ga ko'paytirsak yana 0. Endi ikkinchi qiladigan ishimiz 6 ni 5 ga, 6 ni 5 ga ko'paytiramiz. 6 kara 5 30, uchi dilda, 6 kara 5 30, uchi dildagi bilan 33 ekan. Endi esa bularni qo'shib olamiz. 0 o'zi tushadi, 0 ni 0 ga qo'shsak yana 0, 3 o'zi tushadi va 3 ni o'zi. Javob 3300 minut ekan. Yozib olamiz. 3300 minut. Endi qiladigan ishimiz o'rtada qo'shuv amali. Nimaga qo'shar ekanmiz aziz o'quvchilar? To'g'ri, 23 minutga qo'shib olamiz. B 3300 minutni qo'shar ekanmiz 23 ga. 0 ni 3 ga qo'shsak 3, 0 ni 2 ga qo'shsak 2, 3 ni o'zi tushadi va 3 ni o'zi. Javob 3323 minut ekan. Aziz o'quvchilar, bu kabi misollarni o'zingiz ixtiyoriy ravishda gradus va minutlarni qo'yib ishlashingiz ham mumkin. Keyingi masalalarimizda esa ularni sekundlarga aylantirishni ham ko'ramiz. Davom etamiz.
Birinchi masala. Bitta o'tkir va bitta o'tmas burchak chizing, ularni belgilang. Transporter yordamida o'lchang va o'lchov natijalarini yozing. Aziz o'quvchilar, siz qanday burchaklar chizishni bilasiz. Buning uchun birinchi nimani belgilab olamiz? To'g'ri, burchakning uchini belgilab, uni O harfi bilan belgilaymiz. Ana undan keyin nur chizamiz. A nur va B nur. Endi esa ularni transporter bilan, ya'ni markazini burchakning bir tomoniga qo'ygan holda o'lchaymiz. Mana o'lchadik. Ikkinchi tomoni qaysi gradusni ko'rsatyapti? To'g'ri, ya'ni 60 gradusni ko'rsatyapti. Siz bilasizki, 90 gradusdan kichik bo'lgan bu graduslar o'tkir burchak, ya'ni uni algoritmini yozadigan bo'lsak, burchak AOB kichkina ekan 90 gradusdan. Qaysi gradus kelib chiqdi? Ya'ni burchak AOBimiz 60 gradus, kichik ekan 90 gradusdan ekan. Keyingi o'tmas burchak chizamiz. Buning uchun ham birinchi burchakning uchini belgilab oldik, undan nur o'tkazdik va yana nur. Ikkita nur, AO nur va OD nur. Buni ham transporter bilan o'lchaganimizda diqqat bilan e'tibor qiling. OD nurni ustida transporterni markazini qo'ydik va burchakning O, ya'ni uchi bilan ustma-ust tushirdik. Transporter qaysi gradusni ko'rsatyapti? To'g'ri, bu esa 125 gradusni ko'rsatyapti. Bu bilamizki, o'tmas burchak. O'tmas burchak 90 gradusdan yuqori bo'lgan barcha burchaklar o'tmas burchak. Ya'ni biz uni taqqoslash bilan yozib oldik. Burchak AOD kichik 180 gradusdan, AODimiz 125 gradusga teng bo'ldi. 125 180 dan kichik, ya'ni bu o'tmas burchak. Davom etamiz. Ikkinchi masala. Transporter yordamida A 75 gradus, B 115 gradusli burchak yasang. Menimcha, bu sizga endi qiyinchilik tug'dirmaydi. Chunki siz burchaklarni qanday chizish va ulardan qanday nurlar o'tkazishni, transporter asboblarida o'lchashni o'rgandingiz. Keling endi buni birgalikda bajaramiz. Mana burchakni uchini belgilab oldik va uni K harfi bilan belgiladik. Birinchi nurni o'tkazdik va L. Ya'ni KL va KN nurlarni. Endi esa transporter bilan o'lchaymiz. Buning uchun esa transporterning markazini burchakning uchiga qo'ydik va KN nurda mana bu asos chizig'ini ustma-ust tushirib oldik. Endi diqqat bilan e'tibor qiling. Ikkinchi burchagimizning tomoni qaysi gradusni ko'rsatyapti? Menimcha sizda bu qiyinchilik bo'lmadi. Bu o'tkir burchak, ya'ni 75 gradusli burchakni ko'rsatyapti. Siz endi uni burchak deb yozmasdan algoritmini tuzib olishingiz mumkin. Burchak LKN kichik 90 gradusdan, bu o'tkir burchak. LKN o'rniga 75 gradus, kichik 90 gradus deb belgilab olishimiz mumkin ekan. Keyingisi 115 gradus. Buning uchun ham burchakning uchini B deb belgilab oldik, undan esa nurlar o'tkazdik. A, B va B, D nurlar. Uning ham transporterda o'lchaydigan bo'lsak, diqqat qiling. Mana transporterning markazini burchakning bir tomoniga ustma-ust qo'yib, ikkinchi tomoni qaysini ko'rsatyapti va u qanday burchakligiga e'tibor qiling. To'g'ri, u o'tmas burchak. Algoritmini tuzadigan bo'lsak, burchak ABD kichik 180 gradusdan, ABD, ya'ni burchak ABD ni o'rniga 115 gradus, kichik 180 gradus deb yozishimiz mumkin ekan. Endi navbatdagi masalaga e'tibor qarating. Birinchi va ikkinchi masalalarimizda aytib o'tganimizdek, endi bu graduslarimizni sekundlarda ifodalarkanmiz. Berilgan A 33 gradus, B 11 gradus 10 minut, D 21 gradus, Y 16 gradus 20 minut. Endi mana shu berilgan graduslar va minutlarimizni sekundlarda ifodalaymiz. Birinchi 33 gradus. 33 gradusni oldin sekundlarga aylantirishimizdan oldin uni minutga ko'paytirib olamiz. 33 ko'paytirilgan 60 minut.
Endi esa aziz o'quvchilar 60 minutni endi o'rniga nimani yozib olardik? Sekundga aylantirishimiz uchun 3600 ni yozib olardik. 33 ko'paytirilgan 3600 sekund bu bo'lar ekan 118800 sekundga aylanar ekan. Navbatdagi 11 gradusu 10 minut. 11 gradusimizni oldin minutlarda ko'paytiramiz, ana undan keyin esa 10 minutga qo'shamiz. Buning uchun esa 11 ni 60 minut ko'paytirdik, qo'shar ekanmiz. 11 ko'paytirilgan 3600 sekund qo'shuv 10 ko'paytirilgan 60 sekund. Birinchi bajaradigan ishimiz 11 ni 3600 ga ko'paytiramiz va 10 ni 60 sekundga ko'paytirib, chiqqan natijalarni qo'shganimizda 40200 sekund kelib chiqar ekan. Davom etamiz. 20 gradus xuddi 33 gradus kabi buni ham 60 minutga birinchi ko'paytirib olamiz, ana undan keyin esa sekundga ko'paytiramiz. 21 ko'paytirilgan 60 minut, 21 ko'paytirilgan 3600 sekund. Bu bo'lar ekan 75600 sekund ekan. Va oxirgisi 16 gradus 20 minut. 16 gradusni birinchi 60 minutga ko'paytirib olamiz va 20 minutga qo'shamiz. Ana undan keyin mana bu minutlarni sekundga aylantiramiz. 16 ko'paytirilgan 3600 sekund qo'shuv 20 ko'paytirilgan 60 sekund. Bu ikkalasini natijasini qo'shganimizda 58800 sekund kelib chiqar ekan. Aziz o'quvchilar, bugungi mavzu sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, mustaqil bajarish uchun topshiriqlarni daftaringizga yozib oling. Buning uchun siz o'tkir burchak va o'tmas burchaklar chizib, ularni belgilab transporter yordamida o'lchang. Bugungi mavzu sizga tushunarli bo'lgan bo'lsa, darsimizni yakunlaymiz. Keyingi matematika darslarida ko'rishguncha xayr, omon bo'ling.